Mahalla obodonchiligiga qara, qo'y yo'g'lar. Qo'shni, qo'qitmang odamni, qo'qitmang qo'shni. Nima bo'lyapti bu yerda? Ko'rmayapsizmi, o'lcham bilan tovonim oryapti. Shunaqa ham bir suv olib chiq. Mana rais suv, mana suv. Mana. Mahallani obodonchiligiga qara. Mana unga doktor chaqir. Men piyalayman. Men yani erkakmisan? Ha, erkakman. Bo'lmasam, yo'l oshga uyingdan ko'chaga chiqmaysan. Telefon qilsan ko'tarmaysan. Oshga puling bo'lmasa, ayt xalpana men to'lab yuboraman. Ha, qo'y yo'g'lar, nima bo'lyapti bu yerda? Ko'rmaysizmi, rais? Uylangandan beri oshga bormaydi. Xotindan qo'rqsa kerak edi. Xotinidan qo'rqmaydi. Qizig'i xotin ham bundan qo'rqmas ekanda, rais. Ketdingmi do'stim? Qaqa? Oshga to'lab yuboraman deyman. Jinnimisan sen? Men prosta aytdim, xolos. Puling yo'q bo'lsa, bor uyga kir, olmali pervagini qil. Men ketdim oshga. Ye. O interjit. Kecha garsho ko'tarib yurdim. Bugun obdashda ko'tarib olibsan. Nima muammo? Rais, uyimizda suv yo'qmi? Sharoit yo'qmi naqigani? Qarasizmi mahallaga? Men mahallani obodonchiligiga qarayman. Bular narsalaringga nova qaraydi. Qatta u nova. Mana 10-maktabda yo'qmi? Santexnika do'kon nova. Senga kerakli hamma narsa bor mana shu yerda. Unitas, rakvina, smestitel, hamma narsa bor ashadda. Ha, bu. Menga suv kerak-ku, suv yo'q bu yerda. Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. O'g'il-to'y, gazni o'chirdingizmi? Eslanmayapman-da, dada. Hozir bilamiz, hozir. Alo. Aka, uydamisan? Ha, uydaman. Oshxonaga kirchi bo'lmasa? Kirdim. Gugurt yoqib ko'rchi. Yoqdim. Nima bo'ldi? Eshitdimi? O'chiribman dada gazni. Ha, bu. Ha. Men yani nesi gap bergin? Qachongacha so'rab chekasan? Bor, Ma o'g'lim, odam sharmanda qilma birovdan gap so'z. Shunchaki просто так по kayfu o'lib ketsam. Birinchisizmi? Ha, mana ekan. Ochiritda buni bilo keldi. Qo'qonda bunaqasi bo'lmagan. Ochiritib tashadi bu bilo. Birinchi. Bu balachi bu? Ikkini ma'nosi nima endi uni? Ikkinchi marta qo'yog'i deyman. Yo'q, qo'yadi deyman bu. Ikki kundan keyin qo'shamiz degani bu. Tabriklaymiz. Katta bala bo'ling, katta bala bo'ling. Marokashda anaqa qilib beryaptilar, tadbir. Xo'p. Bo'ldi, topolmaydi. Ana. Endi bitta qaramasdan bittasini. Qaramasdan bittada. Bo'ldi, bitta oling. Bo'ldi, men bildim, tushmaydi bo'ldi, bittada. Ochdi. Nechta bor sandiqda kaliti? Bitta shu xolos. Qanday? Yo, siz tekshirib ko'ring. Boshqa kalitni ham olib qo'yib ko'ring. Menimcha hamma kalitga ochilaversa kerak. Yo, ikkita arqa topib olmayman. Mana haqqoni yutdim, to'g'rimi? Nima bo'lyapti? Bormi? Prosta bor, prosta. Muji bo'la qaytdi. Vayin tayyor, ha? Ha, muji bo'la qaytdi. Vayin tayyor. Vayin tayyor. Ertaga dadasi bo'lib kelamanda. Ana $1000 qani umrani puli deyman. Qaytarib berib, o'zim anaqa qilib, solidni ko'rsatgandan ko'ra yutdimmi? Maniki bu. Tushunasizmi? Bo'xti yersiz qaytaring, vaziyatsa bering. Qaytaring. Yo'q, mani yo'q, men sizlar aytalayman. Blogerlar tashlab yuborishmi maqsad? Qo'llanmasman, biladi mana. Pulga qarab qoladigan joyim ham yo'q. Prosta siz kelib, mana kelyapsiz, omad shou deyapsiz, men qatnashyapman, yutyapman. Ahvolingiz barakimi? Voy bilan, to'g'ri tushuntirishini ko'ryapsizmi? Bundan tushuntiriryapti. Yemaslikmi maqsad? Bu proyekt tugadi bu. Bu proyekt tugadi. Nimaga ishlasaman o'zim ishim bu. Hozir yaxshi gap qaytarib berarsan, yig'sang ishlataman deydi. Yo, endi nima video qilasiz bundan keyin? Rozimisiz axir? Qara yig'layapti u bola, endi bilmadim deyapti. Yo, qaytarib berasiz. O'ziga ehson qiling. Bizga menga kelsin keyin aka to'yingni. Endi o'zinglar nima qilsin, kam qaytarib. Amal o'zini qo'l qo'ydasiz. Ha. Hozir o'shalar